30 kishiga yetadigan yupqa retseptini ikkinchi qismi. Bu safar xamirini tayyorlashi va pishirishi o'rgataman. Albatta sirlarini ochgan holda. Iliq suvga tuz solib, o'rtacha xamir qorib olasiz va 20 minutga tindirishga qo'yasiz. Bu orada xohlagan ziqvosingiz bo'ladi. Men dinay suvlardan ichib oldim. Xamir tingandan keyin xohlaganingizcha yong'odi qilib kesib olasiz va zuvalachalar yasab tindirishga qo'yib qo'yasiz. Tezroq ochishni xohlasangiz, ikkita uchtasini bitta qilib ko'p ullab, yaxshilab ochib olsangiz bo'ladi. Bir-biri bilan ishqalanib ochilgan yupqa xamiri juda ham yupqa va bir xil bo'lib chiqadi. Yupqa pishirib sizlarga o'rgataman deb asobiy tova sotib oldim. Yaxshilab e'tibor bering, pishirish jarayoniga yetib keldik. Birinchi xamirimizni u yog'ini ham bu yog'ini ham mashina qilib qizartirib qovurib olamiz. So'ng ustiga birinchi qismda tayyorlagan sardegimizdan bir cho'mich quyamiz. Ustidan ikkinchi xamirimizni yopamiz va orqasini o'giramiz. Xuddi videodagi ko'rsatilgandek qilib o'giringlar. Endi orqasiga shu sardedan surib, yana xamir yopib qovuramiz. Shu usulda to'rttadan pishirib olamiz. Agar ko'p qilib pishirib keyin olsanglar, bir-biriga yopishib qolishi mumkin. Shuning uchun kam-kamdan qovurib, chiroyli qilib o'rab olinglar. Sizdagi pishiradigan tovam yo'q deb xafa bo'lishga hojat yo'q. Duxovkangiz listini gazga qo'yib ham pishirib olsangiz bo'ladi. Bahona qilishga hojat yo'q. Chiroyli yupqalarimiz tayyor. Siz ham turib bitta pishirib ko'ring. Issiqligida dasturxonga torting va yupqa pishirishni bilmaydigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Videoga like bosish sizdan chiqmasin.